Xush kelibsan. Nega menga to'sqinlik qildingiz? Kadirni o'ldirardim. Men senga Kadirni o'ldirishga emas, o'zingni o'ldirtirishingga amin bo'ldim, o'g'lim. U yerdan sog' chiqishingni iloji yo'q edi. Agar men hayotim haqida o'ylaganimda bu yo'lga kirmasdim. Ammo men buni o'ylashga majburman. Nega? Masala Kadirni masalasi emas. Uni ortida undan kattaroq kishi bor. O'shani topishimiz kerak. Bizni esa senga ehtiyojimiz bor. Kim bor Kadirning orqasida? Mana shuni hozircha bilmaymiz. Aytaylik Kadirni o'ldirding. Aytaylik bu yo'lda sen ham halok bo'lding. O'rniga yana boshqa kadrlar chiqadi. Bu shaharni bosib oladi, ishon. Aslida qilishimiz kerak bo'lgani botqoqni quritish, o'sha tepadagini topishdir. Men ketishim kerak. Eshref, Kadirni oldiga borma. Endi orqaga yo'l yo'q. Meni to'xtata olmaysiz. Kadrlar tugamaydi. Katta botqoq ichida bir chivin. Hech bo'lmasa men o'z vazifamni bajargan bo'laman. Bu ish shaxsiy masalalardan ancha ustun. Meni hech qanday da'voyim yo'q. Faqat ochilish kerak bo'lgan hisobim bor. Barakalla. Fikringni o'zgartirsang menga ayt. Chunki bu ish Kadir bilan tugamaydi, undan ham kattaroq. Buni unutma. Taylan, sevgilim. Canım. Qalaysan? Yaxshiman sevgilim, senchi? Men ham yaxshi. Bular sen uchun, xonim. Hazırlashyapsanmi? Eng sevimli gullarim-ku bu. Suvga qo'ysang yana ochiladi. Sevgilim, bu kiyiming nimasi? Nima qilibdi kiyimimga? Men senga kostyum-shim kiyib kelgin demaganmidim? Opamga surpriz qilib seni tanishtirmoqchi edim. Kostyum degin? Qiz so'rab kelgandimmi? Xabarim yo'q. Sevgilim, bunday gapirma iltimos. Birinchi taassurot doimo muhim. Sen ham juda chiroyli ko'rinyapsan. Rahmat. Gaplarim rost. Ishon. Qara odamlar. Sevgilim, odamlar qarashyapti. Nima qilay, chidab tura olmayapman-da axir. Lekin bu yerda juda ham gavjumda. Yur men bilan. Qayoqqa yana? Yur. Qayoqqa? Ichkariga kir bo'l. Yana qanday surprizing bor? Senga xona oldim, yana nima kerak? Allo. Gaplashishimiz kerak. Seni kutyapman. O'sha xonamda. Shu yerda gaplashamiz. Ali. Eshitaman janob. Kenanga ulana olmayapman. Ayt menga qo'ng'iroq qilsin. Bu Kadirning ovozi-ku. Yur berkinamiz. Kadir kim? Yur. Kadir kim bo'ldi? Asimedia.net eng so'nggi tarjima filmlar makoni. Nima bo'ldi? Nima gap? Eshref. Qamoqdan chiqishi bilan meni o'ldirmoqchi bo'ldi. Nega? Yetimlarni giyohvandlik ishiga aralashtirganimni bilib qolibdi. Men bu masalada nima qila olaman? Eshref bor joyda men yo'qman. Men bor joyda Eshref bo'lmaydi. Uni yo'q qilishim kerak. Hozir emas. Vaqti emas. Eshref meniki. U bilan qiladigan hisobim bor. Qanaqa hisob? Eshref bilan seni qanday hisobing bor? Qayerda bu qiz? Ulanolmayapman. Biror ish bilan banddirdi. Lekin hozir yo'qoladigan paytmi? Hayotim, vaqtimiz juda ham kam. Pardoz qilishing kerak. Qani bo'la qol, o'ylama bularni. Mayli bor, tez uni top. Qayerga kirgan bo'lsa chiqsin bu yerga, bor. Bo'pti, hozir qarab kelaman. Buni qara. Bu yerda sevishganlar yashirinib olishibdi.
Siz bu yerda nima qilyapsiz? Yoshlar muhabbat uchun yomon joy tanlashibdi. Dinchar bey, biz hech narsani eshitmadik. Hech narsani eshitmadik, qasam ichamiz. Nima deysan, Kadir? Ishonamizmi? Yo hammasini eshitdimikan? Dinchar bey, qasam ichaman, biz hech narsa eshitmadik. Eshitgan bo'lsak ham hech kimga aytmaymiz. Siz bizni qo'yib yuboring, biz ketaylik. Siz jim bo'ling. Kadir, bu ishni shovqinsiz hal qil. Ya'ni qanday? Yana nimani kutyapsan? Xo'p, sen chiq. Men hal qilaman. Tarjima filmlar makoni. Helal ettim benden aldığın her şeyi. Seni ben azat ettim, gözümden düşürür gibi. Kırdığın yeri acıtmadan, gidiyorum seni yormadan. O tövbeler dilini bulmadan şunu bir anmazan. Ah yar, zaman siler bu izleri azar azar. Bırakmasam elimden ah neye yarar. Olmuş olanlar zarar sana yazar. Ah yar, elimde kaldı yalandan bir hatıra. Kandırır gibi seni bana yazar. Olmuş olanlar yine zarar ziyan. Siler bu izleri azar azar. Bırakmasam elimden ah neye yarar. Olmuş olanlar zarar sana yazar. Ah yar, elimde kaldı yalandan bir hatıra. Kandırır gibi seni bana yazar. Olmuş olanlar yine zarar ziyan. Ah yar. Ofarin! Oyin! Ofarin, zo'r chiqdi. Ofarin! Bravo! Ajoyib. Ofarin! Hayır. Nisan xonim, nimani his qilyapsiz? Judayam hayajonlanyapman. Qo'shiqsizlarga ham yoqdi degan umiddaman. Nisan xonim, albom chiqadimi? Ha, albatta chiqadi. Hozir tayyorlanyapti. Yo'lda desak ham bo'laveradi. Qo'shiqlar matni sizga tegishlimi? Ba'zi qo'shiqlar matni meniki, ha, ba'zilarini esa eng yaqin dugonam Jerem bilan yozganmiz. Qo'shiq qachon chiqadi? Shu kecha 12 dan boshlab barcha platformalarda bo'ladi. Xo'sh, sevgi hayotingiz. Do'stlar, rahmat hammangizga, kelganingiz uchun hammangizga alohida rahmat. Yana boshqa kuni albatta xabarlashamiz. Ketdik. Katta rahmat. Sizga ham Sizga ham rahmat. katta rahmat. Qo'shiqni qara, yoqimliligini rosa maza qildim. Zo'r chiqdi. Hammaga yoqdi. Katta rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Yaqinda butun mamlakat seni gapiradi. Gapira boshlashdi ham. Afrani ko'rdingmi? Ulanolmayapman. Bilmayman, ko'rmadim. Bu qiz qayerga g'oyib bo'ldi? Nima bo'ldi? Muammo bormi? Afra, hech bog'lanolmayapman unga, xavotirlanyapman. Yo xudo. Dinchar bey, hammasi uchun katta rahmat. Biz Jerem bilan chiqaylik. Shu Afradan xavotirdaman. Tezroq yoniga boray. Hammasi uchun rahmat. Yaxshi qolinglar. Katta rahmat. Ko'rishguncha. Mayli, sog' Sog' bo'ling. bo'ling. Ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Ko'rishguncha. Jeren, sen ham qo'ng'iroq qil.
Qo'rqma. Eshrefni bu safar yaqinlashmasdan o'ldiramiz. Biz hech kimdan qo'rqmaymiz, shukr. Kelgan har kim hisob beradi. Ko'tarmayapti. Aqldan ozaman, soat necha bo'ldi o'zi? Tavba, ko'z oldimizdagi qiz qayerga g'oyib bo'ladi, tushunmayapman. Uf, Bir yigit haqida gapirgandik-ku. Tayvan. Ha, Telefon raqami yo'q menda. Jiyadimga qo'ng'iroq qilsang-chi. Nima? Bilmasam, u politsiyachi-ku. O'sha telbaga nega qo'ng'iroq qilay? Maylida, yur unda o'zimiz izlaymiz. Avval qo'ng'iroq qilsam ekan. Qo'ng'iroq qil, bo'l. Kim tayinlandi prokurorlikka? Bilasanmi? Bilmayman, amirim. Anqaradan kelyapti ekan. Tushunarli. Yaxshi. Boshimizga balo bo'lmasa bo'ldi. Yaxshi, chiqishing mumkin. Oo. Eshitaman. Chiqdim. Afra yo'qoldi. Nima? Butun kun birga edik, keyin birdan yo'qolib qoldi. Mendan emas bu. Men seni aloqang bor demadim, faqat yordam so'rashga boshqa odamim yo'q. Qidiruvga ber unda. Menga nega qo'ng'iroq qilasan? Aqldan ozaman, bu qiz qayerda? Asablarim buzilyapti. Bo'pti, asabiylashmagin. Hech bo'lmasa do'stlardan so'rab ko'raylik, balki ular bilishar. Keyin yo'qolgan deb xabar qilishimiz ham mumkin. Bo'pti, yur. Singlim qayerda sana? Sekin, sekin. Topmadinglarmi o'sha odamni? Aniq yashirinib yuribdi. Aks holda chiqib kelardi. Ahmoqona gapirma, Kenan. Eshref qachon yashiringan? Nisan? Alo? Eshref, kechirib bezovta qildim. Zarur bo'lmasa qo'ng'iroq qilmasdim. Mayli, ayt. Afra necha soatdan beri yo'q. Xavotir ola boshladim. Yosh qiz, do'stlari bilandir. Bo'lishi mumkin emas. Haftalardan beri shu tadbirga mendan ham ko'proq tayyorlanayotgandi. Aniq nimadir bo'lgan, o'z-o'zidan yo'qolmaydi. Biz Jaren bilan politsiyaga ketyapmiz. Oxirgi marta qayerda edi? Mehmonxonada. Tadbir sizni mehmonxonangizda bo'ldi. Mayli, sen politsiyaga bor. O'zim borib ko'raman. Yaxshi. Mostbet orqali pullaringizni ishonchli ko'paytiring. Hoziroq ro'yxatdan o'ting va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Eshitaman. Demak, bo'lganlarni eshitmabsan. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Kadirga hujum qilishibdi. Zo'rg'a qutulib qolibdi. Kim qilibdi ekan, gulam? U haqida aniq bilmadim. Sudga borganimda qulog'imga chalindi. Xo'p, biror narsa bilsang menga ayt, xo'pmi? Xo'p, hayotim, xavotir olma. Kimdir Kadirga hujum qilibdi. Joniga suiqasd qilmoqchi bo'lishdi. Yo xudo. Kim bo'ldi ekan? Eshref qo'ng'iroq qilyapti. Alo? Allo, Irmak. Mehmonxonada tanishlaring bormi? Bizni mehmonxonadami? Ha, biznikida. Ha, albatta, tanishlar bor. Musa xavfsizlik boshlig'i hanuz o'sha yerdami? Ha, o'sha yerda. Biror narsa bo'ldimi? Yo'q, hech narsa. Irmak, nima bo'ldi?
Mehmonxonada ishlovchilar haqida so'rayapti. Boshqa hech narsa demadi. Aniq mehmonxonaga bostirib kirib Kadirni o'ldirmoqchi. Yur, Kadirni o'ldiradi bu. Tur, o'tirma, tur. Bo'l, qochay yo'ldan. Bu odam butunlay xasta. Telefonni esdan chiqaribdi. Ashraf og'a, Nima gap? Musa shu yerdami? ha og'a. Demak chiqibsiz-da. Chiqdim. Og'a, iltimos bizni shu Kadir tentakdan qutqaring. U ham bo'ladi. Ashraf og'a, xush kelibsiz og'a. Yangiliklarda chiqqaningizni ko'rdim. Rahmat Musa. Senga bir ishim bor. Buyuring og'a. Voy birodar, qayerga? Kadir beyning buyrug'i bor. Siz mehmonxonaga kira olmaysiz. Nima qilyapsiz? Asabimni buzmanglar. Bayroq ustuniga osib qo'yaman hozir. 5 daqiqalik ishim bor, keyin ketaman. Yugur bor. Kadir og'angizga aytasizmi? Nima qilasiz? To'xta. Qani o'tqaz. Bola chiqib ketdi. Qiz ichkarida og'a. Qolganini ko'ramiz. Boshqa kirgan chiqqan bo'lmadi og'a. Balki hanuz ichkaridadir. Yur Musa. Ha. Afra. 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 O'libdimi? O'libdi. Endi nima qilamiz? Biroz to'xta. Og'a, tegmaganingiz ma'qul. Jim. Ish qilib tezroq topilsin. Topishadi. Telefonni tekshirsa darrov topishadi. Xavotir olma. Ashraf biror narsa topdimikan? Nisan. Ashraf, yangilik bormi? Afrani topdim. Xudoga shukr. Qayerda ekan u tarbiyasiz? Ashraf, o'ldiraman uni. Mehmonxonada. Biroz hushini yo'qotibdi. Mazasi yo'q ekan. Nima? Kasalxonaga olib ketishgan. Qaysi kasalxona? Nega menga hech kim aytmadi? Bilmayman. Qaysi kasalxonasini ham bilmayman. Ashraf, hammasi joyidami? Afra yaxshimi? Hozir borib tekshiraman. Yaxshi. Bilgan zahoting menga darrov qo'ng'iroq qil. Yomon narsa yo'q, to'g'rimi? Menga to'g'risini ayt. O'lmadi deyishdi. Faqat hushidan ketibdi. Ey Xudoyim, aqldan ozaman. Hozir iltimos tez qo'ng'iroq qil menga, iltimos. Bo'pti. Taksi! Tezlash, bo'la qol. Og'a, ketdik. Yuring.
Gurdal, mehmonxonaga keling, tez. Keldik, Eshrefim, keldik. Eshref, tinchlikmi, nima bo'ldi? Burdachi Sedat degani bor. Qadirning odami. Narkotik ishida. Voy pastkash. Xo'sh, Sizga bir raqam beraman, Qadir og'a. Unga qo'ng'iroq qiling, Sedatni joyini biling. Topganda hech nima qilmang, menga ayting, xo'pmi? xo'p. O'zing yaxshimisan? Afra o'libdi. Nima? O'ldimi? Qanday bo'libdi, Eshref? Narkotikdan. Menga qaranglar. O'sha Sedatni toping. Darrov bugundan qolmasin, tez. Xo'p. Yaxshimisan? Bu ishda boshqa gap bor. U qizni narkotika bilan aloqasi bo'lishi mumkin emas, u unday qiz emas. Ey xudoyim. Eshref nega telefonini ko'tarmayapti? Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Nisan, Ermak, salom, men Eshrefga ulana olmayapman. og'amlar hozirgina mehmonxonaga ketishdi. Eshref o'sha yerda shekilli, aniq bilmayman yana. Mehmonxonaga? Ha, Menga esa kasalxonaga boraman dedi. qanaqa kasalxona? Xo'p, mayli, xo'p, rahmat. Jirin nimadir bo'lyapti. Hech narsa bo'lmayapti, to'xta. Nima ham bo'lish kerak? Bilmayman, ichimda juda yomon tuyg'u bor. Amirim, Qadirning mehmonxonasi bor-ku. Oldin Eshrefniki edi. Xo'sh, nima bo'pti? Bir ayolning jasadi topilibdi. E'lon qilishayotganida eshitdim. Jasadmi? Shaxsi aniqlanganmi? Afra Akyol deyishdi. Nima? Shunday deyishdi, amirim. Xo'p, rahmat. Og'a, biroz tezroq yursangiz bo'ladimi? Iltimos, tinchlangan. Bo'ldi, tinchlan. Ha, gapir. Qadir ota, Afra bizni mehmonxonada o'lik holda topilibdi. Nima? Afra o'libdimi? Ha, Qadir ota. O'g'lim, nima deyapsan? La'nata, o'chir! O'chir! Darrov uchrashishimiz kerak. Menga bu holatni aytmaganding. Eshref? Afra haqida eshitdim, to'g'rimi? To'g'ri. Qanday bo'libdi? Kim qilibdi? Politsiyachi sen emasmisan? O'zing aniqla. Men kelganimda u allaqachon o'lgandi. Mostbet bilan g'alaba qozoning. Qanday hujum? Bu fantastika! Bu g'alaba! Gol! Ajoyib gol! Aql bovar qilmas ixtiroslar, aql bovar qilmas xursandchilik. Mostbet har qanday yutuqni to'laydi. Nima bo'libdi? Amirim ortiqcha narkotik iste'mol qilgan. Ular Cracker deyishadi, yangi turidan. Buni bilasanmi? Oldin ham ko'rganmiz, amirim. Ko'karish, qaltirash hammasi unga o'xshaydi. Lekin ekspertizadan keyin aniq ayta olamiz.
Prokuror xonim kelmoqda. Yaxshi ishlanglar, do'stlar. Kim topibdi? Eshraf Tek, men otel xavfsizlik boshlig'iman. Ko'rsatmalarni oldingizmi? Ha, xonim. Yaxshi, yaxshi. Hammasini to'plang. Nima bor, nima yo'q kamera yozuvlarigacha. Xo'p, prokurorim. Chiqdi. Eshitaman, prokurorim. Sen bu yerda nima qilyapsan? Xabarni eshitdim, keldim. Bir qarab yubora olasanmi? Buni ol. Ozib ketibsanmi? Yeb ichishimga qarayapman. Juda ko'p vaqt bo'ldi, to'g'rimi? Ha. Juda uzoq bo'ldi. Men bugun Istanbulga keldim. Bo'lganlarni eshitdim. Ko'rsatmani o'zgartiribsan, Eshraf chiqadi. Keyin bir jasad topyapmiz, qiziq emasmi? Hayot shunaqa yomon tasodiflarga to'la. Men endi shu yerlardaman, Cheg'da. Unda xush kelibsiz. Oyi. Nima bo'ldi? Afra o'libdi. Nima bo'lish kerak edi? Nisani singlisi. Shunday bo'lishi mumkin. Meni ko'rmasligi kerak edi, lekin ko'rdi. Tinchlan. Tinchlan. Nega? Nega? Opang noto'g'ri odamga oshiq bo'ldi. Tinchlan. Ortiqcha doza 15 daqiqada odamni o'ldiradi. Seni bir necha daqiqang qoldi. Opasi juda xafa bo'ladi-da. Senga kelsak, yigitcha. Endi meni yaxshilab eshit. Xo'y, yoshgina qiz-ku. Yosh qizni o'ldirish mumkinmi? Aqling joyidami? Kadir. U bizni ko'rdi. Gaplarimizni eshitdi. Boshqa choramiz yo'q edi. Kamiga meni mehmonxonamda. Xavotir olma. Ortiqcha dozadan o'ldi. Hech kim buni qotillik deb bilmaydi. Bilmaydi? Axir biz ham kirdik o'sha xonaga. Kamera bor. Politsiya, prokuror tekshiradi-ku. Hammasi hal bo'lgan, qo'rqma. Xavotir olma. Hech kim bizga aloqador iz topmaydi. Mostbet O'zbekistonning eng ishonchli bukmeykerlik kompaniyasi. Hoziroq ro'yxatdan o'tib 3 million so'mga ega bo'ling. Sen bu tilla aqldan ozibsan. Sen oldin tinchlan. Men bilan ishlashni xohlasang, masalani kattalashtirma. Menga qara. Boshqa bunday narsa xohlamayman. Men senga ish beruvchiman. Kim bo'lsang ham, hamma narsani tartib qoidasi bor. Haliyam tartib deydi-ya. Eskicha fikr bilan. Bu yerda nima bo'lyapti? Buncha mashina ko'p. Eshraf yana janjal chiqardimikin yoki? Eshraf? Sen bu yerda nima qilyapsan?
Aslida sen bu yerda nima qilyapsan? Axir kasalxonaga ketaman deding-ku. Ketaman degandim. Afra qayerda? Kasalxonada. Qani yurib boramiz. Jasad xaltasini keltiring. Marhumni morgga olib ketamiz. Prokuror buyrug'i bu. Yaxshi, sizlar shu yerda qoling. Men tezroq uyga boray. Afra keladi. Meni izlab xavotir olmasin, yolg'iz qoladi. Nisan, to'xta, gaplashishimiz Yo'q, kerak. yo'q, keyin gaplashamiz. Afra xavotir oladi. Qani ketdik. Nisan, Hayda, ketdik. Yo'q. Biror quvnoqroq musiqa qo'ying, kayfiyatni ko'taray. Jasad xaltasini keltiring. Marhumni morgga olib ketamiz. Prokuror buyrug'i bu. Yaxshi, sizlar shu yerda qoling. Men tezroq uyga boray. Afra keladi. Meni topolmasa xavotir oladi. Qo'rqadi, bilasan-ku. Nisan, to'xta, gaplashishimiz kerak. Yo'q, gaplashishga hojat yo'q. Men uyga boray. Afra xavotir oladi. Keldi u qochoq. Xush kelibsan. Kel, kirsangchi. Qorning ochmi? Makorani qilyapman, to'g'risi spagetti. Afra juda yaxshi ko'radi. Qorni och holatda keladi. Opajon, ochlikdan o'ldim, opa, deydi. Agar och bo'lsang birga yeymiz. Hozir tuz solish kerak edi. Nisan, Ha, kel, biroz o'tiraylik. nima bo'ldi? Yur bu yoqqa. Nima bo'ldi, Ishraf? O'tir. Ey Xudoyim. Iltimos, tinchlan. Iltimos. Hozir psixolog va 2 shifokor keladi. Xo'pmi, sen bilan gaplashish uchun. Sabab? Ular senga bir narsa aytadi. Masalan nima? Asilmedia.net taqdim etadi. Afra haqida. Biz Ishraf, biz Afra bilan o'sha vayronadan qanday chiqqanimizni bilasanmi? Onam bilan otam o'ldi. Biz u yerdan qanday qutulganimizni bilasanmi? U chaqaloq edi. Bosh barmog'imni ushlab olganda men unga allalar aytdim. Qanday yig'lardi. Men alla aytganim sayin tinchlanardi.
Hali aytganim sayin tinchlanardi. Biz shunday qutulganmiz u bilan. Meni bolam. Eshraf, senga faqat bitta savol beraman. Afra yaxshimi? Menga Afra yaxshi de. Xo'pmi? Afra sog'lom, hech narsa bo'lgani yo'q. Afra juda yaxshi de. Iltimos. Eshraf, javob bersang-chi. Menga Afra yaxshi desang-chi. Nisan, Eshraf nimadir de. Afra yaxshi de. Do'stlari bilan ketgan de. Biroz o'yin kulgu qilib qolishgan, uyga kelmagan de. Sendan uyalgan uchun de. Tadbirga ketgan de. Javob ber. Afra yaxshi de menga. Senga yolvoraman. Afra yaxshi de. Eshraf, Afra yaxshi de. O meni singlim. Eshraf, senga yolvoraman. Afra yaxshi de. O meni qizim. Qo'y. O meni singlim. O'zim. Iltimos, Yo'qqa. Afrani topaylik. Yolvoraman, Afrani topaylik. Iltimos, uni ushlab turing. Iltimos, Afra yaxshi de. Afra! Nisan, yaxshimisan? Afra qani? Nisan. Afraga nima bo'ldi? Tinchlan. O'sha kun Eshraf og'am va Nisanning hayotidagi eng og'ir kun edi. Afra hikoyasi tugadi. Lekin ularniki endi boshlanayotgandi. Yaxshi bo'lasiz, xavotir olmang. Afrani top, iltimos. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlarga topshirdim. Men keyinroq boraman. Xo'p, xavotir olmang. Sekinroq, ehtiyot bo'ling. Allo, Eshraf odamni topdik. hozir boraman. Jiren, nima bo'lyapti bu yerda? Afrani yo'qotdik. Nima? Qanday qilib? Bilmayman. Qanday bo'lganini bilmayman. Nega bo'ldi? Hech narsani tushunmadik. Nisan qayerda? U ichkarida tinchlantiruvchi berishdi. Hozir yotibdi. Juda dahshatli, juda. Qanday qilib bunday bo'lish mumkin? Hamshira xonim, ko'rsam bo'ladimi? Hozir emas. Ichkarida. Shu odammi? Burdachi Sedatni o'zi. O'sha narsalarni sen sotyapsanmi? Yo'qollaring. Kadir ota hammangizni o'ldiradi. Bizga hech kim tega olmaydi. Hoy! Hoy! Bo'ldi, tinchlan, jim tur. Hammani joylashtiring. Eshraf kelmoqda. Bu yerdan tirik chiqmasligi kerak. Tushundinglarmi? Kadir! Qayerdasan?
Tashqariga chiq! Oxiri yuzma-yuz ko'rishdik. Nima istaysan? Bu ishga aralashmasliging kerak edi, Kadir. Seni deb yosh qiz o'ldi. Senga nima? Politsiyachimisan yo sudyamisan? Yetimlarni bu ishga aralashtirmaysan. Serial yangi Aralashtirsam nima bo'ladi? Yuklab olindi. Hammani boshini olaman. Sen avval atrofingga bir qara. Aslida sen atrofingga bir qara, Kadir. Bu yerdan hech kim tirik chiqmaydi. O'limdan qo'rqadigan bormi bu yerda? Xo'p. Kadir. Yaxshi. Hamkorim qon to'kilishini xohlamaydi. Hozircha. Hamkoringga aytib qo'y. To'kiladigan qon tomirda turmaydi. Uni o'z qonida cho'ktiraman. Keyin navbat senga keladi. Seni qo'llaringni, oyoqlaringni, barmoqlaringni birma-bir kesaman. Keyin esa boshingni uzaman, Kadir. Senga imkon beryapman, ko'ryapsanmi? Ket bu yerdan, Eshref. Yetimlarni olmagunimcha, vaqti kelib joningni olmagunimcha shu yerdaman, Kadir. Sport o'yinlariga qisqasiz, lekin pulingiz yo'qmi? Hoziroq Mostbetdan bonus pullar orqali pullaringizni bir necha barobar ko'paytiring. So'zlarimni hamma eshitib olsan. Eshitmaganlarga yetkazib qo'ying. Narkotik ishiga aralashganlarning oqibati mana shu. Men ichkarida ekanimda dunyo o'zgaribdi. Agar dunyo shunaqa bo'lsa, meni qonunim shu.
Hammasi o'tadi deyishni xohlardim. Lekin endi boshlanmoqda Nisan. Singling eshitmasligi kerak bo'lgan narsani eshitdi. Kechir. O'zbek tilidagi tarjima filmlarini tomosha qilmoqchimisiz? Unda asilmedia.net saytiga tashrif buyuring. Siz kimsiz? Salom, ismim Dinchar. Eshref. Nisanni prodyuseriman. Haqiqatan juda yomon bo'libdi. Ha. Siz bilan uchrashmaganmizmi? Bilmayman. Balki biror joyda ko'rishgandirmiz. Chehrangiz tanish ko'rinyapti. To'g'ri. Eshref. Nisan. Eshref, iltimos ketma. Men shu yerdaman. Hech qayerga ketmayman. Afra ketdi, Eshref. Yolg'iz qoldim. Men yoningdaman. Dada? Dada! 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 Dada turing, o'lmang. Iltimos, o'lmang, dada. O'lmang, dada. O'lmang, dada. Iltimos. O'g'lim! O'g'lim! O'sha kecha Eshref qo'lini qonga botirar ekan, kelajakda taqdirni o'zgartiradigan o'sha dushman ham u yerda ekanini bilmasdi. Agar sizga serialimiz yoqqan bo'lsa, uni davomini Yangi TV ilovasida tomosha qiling. Eshref. Otamning qotili. Senga juda katta azoblarni beraman.